Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va aziz tomoshabinlar. Siz sport bilan shug'ullanmoqchisiz, lekin sizda xohish bor-u, lekin bilaklarimizda kuchlarimiz yetishmayaptimi? Biz bugun siz bilan turnikda tortilish texnikasi va turnikda qanday qilib bitta yoki ikkita tortilish bilan boshlamoqchiman, lekin kuchim yetmayapti. Bunda menga qanday amaliy ko'nikmalar va texnikalar kerak degan savollarga bugun to'liq javob olamiz. Bugun bevosita siz bilan nol holatdan ko'rib chiqamiz. Har doim turnik bajarishdan, ya'ni turnikka to'g'ridan-to'g'ri chiqib osilishdan avvalambor tana muskullarimizni qizdirib olish juda ham muhim ahamiyatga ega. Buning uchun biz yaxshilab dastavval tanamizni qizdirib olamiz. Yengil yugurish mashqlaridan so'ng umr rivojlantiruvchi mashqlar, ya'ni maxsus ishlanadigan sohalar bo'yicha mashqlarni amalga oshiramiz. Biz hozir mashqlarni ketma-ketlikda siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib qo'llar belda, boshimizni sekin-astalik bilan bo'yin sohasini yaxshilab ishlatamiz. Tezlashtirilgan holatda va ana undan keyin sekin-astalik bilan ishlaydigan ishchi sohalar tomon yo'nalamiz, ya'ni qo'l barmoqlarimiz bir juda ham muhim ahamiyatga ega. Qo'llarimizni barmoqlarimizni kiyintirgan holatda bir-biriga sekin-astalik bilan aylantiramiz. Muskullarimizni, bilaklarimizni bu yerda bo'sh qo'yish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Va barmoqlarimizni yaxshilab ochib yumamiz. Chunki barmoqlar bizga juda ham kerak. Erkin holatda qo'l sakrab bajaramiz. Yaxshi. Ana endi qo'llar bir tekis holatda, yelka tekisligida, bir-birimizga xalaqit qilmagan holatda oramizni ochib olamiz. Ketdik. Ochib yopamiz. Yaxshi, yuqoriga va pastga. Yaxshi. Ana endi qo'limiz ko'ksimiz oldida, dastlabki holat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Yaxshi. Ana endi qisqacha maxsus mashqlarni siz bilan bajarib oldik. Ana endi texnika, ya'ni turnikka tortilish texnikasini siz bilan ko'rib chiqishni boshlaymiz. Turnikka osilishdan avval biz nimani amalga oshirishimiz kerak? Birinchi bo'lib noldan chiqarib olishimiz uchun bizga eng yaqindan yordam beradigan mashqlarni birin-ketinlikda siz bilan ko'rib chiqishni boshlaymiz. Buning uchun bizga birinchi navbatda mana bunday holatda ishlashni amalga oshirishimiz kerak. Qo'llar e'tibor beramiz. Iyak, ya'ni engak qismimizga tagiga to'g'ri kelish kerak qo'llarimiz. Oyoqlar bir tekis holatda, chiqib tushish holatida xuddi ana shunday amalga oshirib, birinchi bo'lib muskullarimizni xuddi ana shunday ishlatib, ko'rsatib olamiz. Hozir yigitlarimiz misolida birin-ketinlikda ko'ramiz. Marhamat. Oyoqni qo'yib. Oyoq bir tekis tizda bukilmasin. Hop. Yanada oyoq cho'z ichkariga. Bo'ldi, ketdik, chiqib tushamiz. 1 2 sekinroq. To'liq chiqib tushamiz. Xuddi ana shunday ko'rinishda dastlabki holatda ishlashni boshlaymiz. Rahmat. Ana endi bundan keyingi maxsus mashqimiz, ya'ni birinchi bo'lib turnikka osilib chiqish, ya'ni birinchi bo'lib chiqqan holatingizda osila olmasdan kuchingiz yetmasligi mumkin. Buning uchun siz bundan hech qachon qayg'urmang. Birinchi bo'lib siz ushlash texnikasi, ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri ushlash texnikasini amalga oshirish kerak. To'g'ri ushlash texnikasida barmoqlar bosh barmoq pastki qismdan va yuqorida keyingi barmoqlarimiz ko'rsatkich va undan keyingi barmoqlarimiz 4 ta barmoq yuqorida va oyoqlar hech qachon bajarganda xatolar ketma-ketligidan sanab o'tamiz. Turnikka chiqayotgan paytimizda hech qachon oyoqlarni bukkan holatda bajarmaymiz, chunki bu tanamizni o'z o'qi atrofidan chiqishga majbur qiladi va shuning uchun bu keskin yuklanishlarni amalga oshirish mumkin, organizmda zo'riqishlarni. Va birinchi navbatda to'g'ri osilish. To'g'ri osilishdan keyin sekin ko'tarilish va tushish holatlari amalga oshiriladi.
yana e'tibor qaratamiz. Oyoq holatlari. Oyoq biroz oldinda 20-15 gradus oldinda va sekin chiqiladi va yana tushiladi. Va xuddi shunday tartibda osilish amalga oshiriladi. To'rabek, sana bunisiga. Aha, oyoqni. Yaxshi. Ana shunday. Aha, yaxshi. Oyoq iloji boricha juftlagan holatda. Yaxshi. Xuddi ana shunday holatda mashqlar ketma-ketligi, ya'ni turnik sekin-astalik bilan rivojlantiriladi. Marhamat, tushib olishingiz mumkin. Keyingi juftlik, marhamat. Sekin, shoshmasdan. Aha, yaxshi. Turnikda tortilish bilan birgalikda biz kuch bilan bir martada siltanib chiqish texnikasini ham hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda xuddi turnikdagi kabi osilish amalga oshiriladi va e'tibor beramiz. Xuddi mana shunday holatda bu yerda bitta holat juda ham muhim, ya'ni ikkita qo'limizga ham birdek massa, ya'ni kuchni berishimiz juda ham muhim hisoblanadi. Xuddi mana shunday holatda hozir o'quvchilarimiz misolida ham buni ko'rib chiqib siz bilan tomosha qilamiz. Zo'r. Yana bitta. Hoppa. Yaxshi, barakalla. Zo'r. Yaxshi. Aha. Yana bir marta. Hozirda workout sporti bilan ham bevosita shu tarkibga kiradi. O'quvchilarimiz, farzandlarimiz, yosh sportchilarimiz aynan shu mashqlarimiz orqali sog'lomlikning ma'lum bir ma'nodagi kalitini o'z qo'llariga kiritishlari mumkin. Aha, ketdik, yana bir marta. Hop, молодец. Yaxshi, yana. Yaxshi, juda ham ajoyib. Yaxshi. Aha. Hushyor bo'lamiz. Yaxshi, barakalla. Zo'r. Xulosa o'rinda ushbu mashqlarimiz bizga nima foydasi bor? Bizga qanday naf keltiradi degan savollarga hozir qisqacha javob berib o'tamiz. Ya'ni turnikka tortilishning bizga nima foydasi bor? Bizga qanday naf keltiradi degan savollarga avvalambor turnikka tortilish holati bo'yni, ya'ni umurtqa pog'onasini, disklarini orasini ochish va shu orqali sizda sog'lom va uzun tana vujudga kelishini amalga oshiradi. Yana undan tashqari umurtqa pog'onamizni cho'zish va bo'yinimizni, ya'ni umumiy ma'noda bo'yimizni o'sishiga juda ham katta jismoniy holatdan yordam beradi va undan tashqari qo'llarimiz, ya'ni qo'llarimiz uzunligi va qo'llarimizdan tashqari yelkalarimiz baquvvatligi, qo'llarimiz orasida, ya'ni muskullarimizni kattarishi, yelkalarimiz muskullar rivojlanishi va shu bilan birgalikda ya'ni ko'krak sohamiz rivojlanishida ham bu juda ham katta foyda beradi. Shuning uchun siz doimo turnik bilan osilish va undan tashqari gimnastika va boshqa sport turlari bilan faol ravishda
shug'ullanishga harakat qiling va bizni kuzatishda davom eting.